ko'pchilik gapiryapti ekan-ku, kasal bo'lib qoldi, o'lyapti ekan, advokatimiz kirdi, ancha pul ketdi deb gapirib yotishibdi-ku, Hidoyatxon. Shunga aytmoqchiman, hech qanaqa kasal bo'lganim yo'q. Hammasi go'zallikdan, xudo xolasa больницада raport kelsa, tashqarida ko'rishamiz. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, deysizlar. Biz qamoqxonadan chiqdik. Keyin ko'p kishi aytganidek, bilmayman, ko'p kishi aytdi, sochlarini olib tashlashgan deyishibdimi, emchaklarini olib tashlashgan deyishibdimi, hammasi joyida, hammasi yaxshi, soppa sog'lommiz, Xudoga shukr. O'zi aslida dekabr, 13-dekabrda chiqqandik, prosta internetga qo'yish kerak emas edi, shuncha vaqt bor edi. O'shaning uchun internetga chiqmay turgandik, ko'p narsa hal bo'lgunicha. Biz erkaklar qamoqxonasiga tushganimiz yo'q. Spetsialniy shu LGBTlar uchun qamoqxona bor, o'sha yerga tushdik. Ko'rib turganingdek hammasi joyida. Assalomu alaykum hammaga, qadrsizlar. Biz kutgan kun keldi. Men tirikman, sochlarimni kalga olishmadi, haqli g'iybatlarga ishonmanglar. Как сказать? Все нормально у нас. Biz 2025-yili 13-dekabr kuni chiqib ketganmiz qamoqxonadan. Просто advokatlarimiz bizga ruxsat berishmadi Instagram ishlatishga. Hozir ruxsat berildi. Oqlanadigan qog'ozlarimiz bor qo'llarimizda. Hech qanaqa aybsiz, даже sud qilmasdan bizni qo'yib yuborishdi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Так, последнее интервью у меня от Камилы. Хамаса Суравировта. Как у вас дела? У меня на русском. Да, Пожалуйста, на русском. здесь у меня. Не так уж давно вышли. Очень рада, что Когда вы вышли? на улицу. На улицу? Да, в Турции. Так что, девочки, мы вернулись. У нас, то, что кто переживал, спасибо. Все ждали, блокера болели. В Инстаграме, так что мы будем появляться почаще теперь. У нас не было долгое время. Да, совсем скоро выйдет. Assalomu alaykum Instagram xalqi. Qodirli Xonqishloqlar, qandaysizlar? Meni to'g'rilamaysiz baribir. Sizlar yaxshimisizlar? Biz bu kunni qancha kutdik, davomli chiqqandik. 13-dekabrda chiqqandik. Prosta Instagramga chiqishimizga ruxsat berishmaganda bugun ruxsat oldik. Короче, biz sizlar bilan biz sevib yashaylik. Assalomu alaykum Instagram xalqi. Hammaga assalomu alaykum. Biz bu kunga juda ham qo'rqdik va hammamiz birga bu yerda Instagramda yana ko'rishib turibmiz. Go'zallikda. Go'zallikda, voqelikda.